Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan bugun diplomatli vrach-urolog, androlog, xirurg, vrach ultrasvuk diagnostika Ekinjon Yo'ldoshev. Hurmatli obunachilar, savollar kelyapti. Bugun biz sizlarning savollaringizga javob berishda davom etamiz. Bittasi yozibdi, YouTube kanalida jinsiy olatni kattalashtirishda pompa yordam beradimi, ekstender yordam beradimi? Agar meni faoliyatimda kim kuzatgan bo'lsa, YouTube'da faoliyatimda qachonki men ishlashni, shu haqida gapirishni boshladim. Boshida ekstender va pompalar haqida ko'p gapirganman. Haqiqatda ham shu pompa ekstenderni katta qilishlik, lekin u vaqtda o'zimda o'sha pompani ishlatishlik yoki bo'lsam bu ekstenderni ishlatishlik tajribamda bo'lmagan, lekin men o'sha ilmiy tadqiqotlardan, publikatsiya, ya'ni o'sha naучный publikatsiyalardan o'qib shu narsalarni gapirganman. Endi tajribamda bu narsani ishlatib ko'rdim, o'xshamadi. Nimaga desa, jinsiy holat katta bo'lmadi hech kimda. Pompani ham berib ko'rdim, ekstender ham berib ko'rdim. Jinsiy o'sha narsani qo'llayotgan vaqtida bu narsa yordam berishligi mumkin. 1 sm maksimum katta bo'lishligi mumkin va 2 sm undan ko'p emas. Lekin как bu bemor buni qo'llanishda to'xtatadi, jinsiy holatni razmerini o'z holatiga qaytadi. Butun dunyoda operatsiya bor. Jinsiy holat katta qilishlik. Bu ligamentotamiya с ушиванием собственной связки. Ya'ni jinsiy holatni joyida yotgan holatda katta 3 sm katta qilish, tikka turgan holatda ham u katta bo'ladi. Qachonki siz o'shani qinga kirgizib olsangiz. Ya'ni siz yotgan holatda ham jinsiy holat agar o'sha ligamentotamiya operatsiyadan oldin qinga to'liq kirmasa, bu o'sha tortganlik sababli jinsiy holatda 2-3 sm qinga to'liq kiradi. Va mana shu operatsiyani biz klinikada qilamiz va bu operatsiyani Moskvada, Toshkentda qilamiz. Operatsiyani o'zini o'tish jarayoni. Ya'ni bu yerda birinchi navbatda o'sha operatsiya ertalab kelsangiz, misol Moskvada bo'lgan bo'lsak, biz umumiy narkoz bilan bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni mes narkoz, o'sha joyga qo'l qilib qaraq qilsak, ya'ni siz kechqurun uyga ketishingiz mumkin. Больницada yotish shart emas. Lekin spinalniy narkoz bo'lsa, ya'ni orqada o'sha umurtqa pog'onasiga ukol qilib, bir kun qolishga to'g'ri keladi. Operatsiyadan keyin 2 haftadan keyin jinsiy aloqa qilishlik mumkin va ko'plarda savol paydo bo'ldi. Ya'ni shu operatsiyani jinsiy aloqaga, jinsiy holatda turishlikka ta'siri bormi? Jinsiy holatda turishlikka ta'siri yo'q. Men 300 dan ko'p bunaqa operatsiya qildim. Hali biror kishi kelib jinsiy holatda turishiga, ya'ni jinsiy holatda zaiflik bo'lganga ta'siri shikoyat qilgan yo'q. Nima uchun shikoyat qilmaydi? Chunki biz bu narsani operatsiya qilganimizda jinsiy holatda o'zida qilyapmiz, lekin jinsiy holatda o'ziga o'sha turuvchi, ya'ni jinsiy holatda turg'izuvchi sistemani, ya'ni tizimga biz teginmaymiz. Bu yerda kavernozli telalar, ular pastga qolib ketadi va biz shu jinsiy holatda o'zini ichki jinsiy holatni tashqari ko'taramiz, u yerda hech qachon kontakt bo'lmaydi. Ya'ni o'sha kavernozli tela bilan. Kavernozli tela esa jinsiy holatni yo'qotadi. Shuning uchun biz ligamentotamiani sizga maslahat beraman, operatsiyadan agar bunga bo'lsa. Lekin bu yerda bitta juda nozik masala bor. Shu ligamentotamiya siz uchun kerakmi, kerak emasmi? Balkim bir kun tajribamda ligamentotamiani 50% holatlarda atkazib beraman qilmaslikka, chunki bu yerda ko'rsatma yo'q. Jinsiy holat razmeri katta, bu yerda penina dismorfofobiya bor. Ya'ni bemorda o'sha miyasida jinsiy holatning razmeri haqida noto'g'ri tushuncha, undan qoniqmaslik. Albatta buni psixologlar bilan, nevrolog, psixonevrolog, psixiatrlar bilan davolash kerak. Lekin bunaqa bemorlar bir xil o'sha psixologik katta problemaga olib kelgan bo'lsa, bir xil operatsiya qilishlik mumkin. Ya'ni bu operatsiyani qilishdan maqsad sizda o'sha doktor birinchi navbatda ko'rish kerak va tajribamda priyomga kelsangiz ko'ramiz. Ko'plar xohlaydi, internetda yozadi, qanday bo'ladi, nima bo'ladi. Oldin keling, ko'raylik. Haqiqatda ham asos bo'lsa, biz bu operatsiyani sizga qilishimiz mumkin. Mana shunga o'xshagan savollaringiz bo'lsa, jinsiy holat katta qilishlikni 100% operatsiyasini men qilaman. Buni Moskvada 10 ta klinikada qiladigan bo'lsa, bittasi men, alhamdulillah. Va Allohning yordami bilan Toshkentda ham bu operatsiyani qilyapmiz. Toshkentda bilmadim, bu bizning yangi chiqqan metodikani birorta hech kim qilmaydi. Ya'ni jinsiy holat ichkisini tortib biz boshqa metodika bilan ichki o'sha qorin bo'shlig'idagi bo'lgan yoniga keladigan o'sha yerda mushaklar bor. Shu mushaklarni nima qilib tortib tikib qo'yishlik. Hurmatli obunachilar, bizga obuna bo'ling. Savollaringiz bo'lsa, o'qib albatta javob beraman. Bizga like qo'ying va qolgan do'stlaringiz bilan do'stlashing. Salomat bo'ling.